Hasan aka ko'pchilikdan shunaqa savollar kelib tushyapti. Klapalar o'yimni qaysi burchagida, qaysi joyida bo'ladi? Siz mana 7 yillik tajribaga egasiz. Qanaqa fikr ayta olasiz aka? Hammaga assalomu alaykum avvalambor. Klapalar asosan qatlida bo'ladi. Ko'zga ko'rinmaydigan pana joylarda, chet joylarda bo'ladi. Bu degani qatta bo'ladi. Divanni burchaklarda bo'ladi, ko'rpa to'shaklar choq tushgan joylarda bo'ladi, matraslarni tagida bo'ladi, yonlarida ham choq tushgan joylarda. Ana o'shaqa joylarda siz qora-qora tochkalarni ko'rsangiz, bu degani klapani axlati bo'ladi yoki oq-oq kichkina tochkalarni ko'rsangiz, bu klapan lichinkalar, tuxumlari bo'ladi. Ana o'shandan siz aniqlab olsangiz bo'ladi, uyda klapa bor yo'qligini. Chunki har doim ham odamlar klapa borligini bila olmaydi. Chunki bir xil odamlarni chaqmaydi, qon tanlaydi. Bir xil odamni chaqadi, bir xil odam umuman chaqmaydi. Chaqmaydigan odamlar uyimda klapa yo'q ekan deb yashab yuraveradi. Bir pasdan keyin bitta qarabsizki, uyda klapa vijillab bichib ketibdi o'sha. Uni yo'qotish ham o'sha bizga ham juda qiyin bo'ladi. O'shanga imkon boricha uyingizni tekshirib turing. Qora-qora tochkalar bo'lishi mumkin yoki oq-oq tuxumlar bo'lishi mumkin. Kichkina tochkalar. Ana o'shandan kelib chiqib bilsangiz bo'ladi, klapa bor yo'qligini. Ja shunday tushuna olmasangiz, bizga murojaat qilsanglar, biz mutaxassislarimiz borib, ko'rib, aniqlab berishadi.